Bitta gariylar, ikkita, uchta, to'rtta, shunaqa ham bo'ladi. Metda ham, mana qara, 5 ta, 6 ta. Bular ovqat yeyishmas ekan bular. Bular faqat gariylar ichar ekan xolos, do'stlar. Usta travitin usta olib keladi. Mana shu yerda mana bir hafta 10 kun qilishatsam, gariylar olib berib turing, tezlashtirib yuboramiz. 4 kunda teyagasini yopishtirib, jemchugini bitkazib tushib ketishdi. Do'stlar, agar sizlar ham mana shunaqa gariylar olib berib ustani tezlashtirmoqchi bo'lsalaring, do'stlar, mana пожалуйста, travitin ustalari. Ovqat yemaydi, suv ichmaydi, faqat gariylar yeydi, uxlamaydi ham. Gariylar bersalaring, kurlasiz ishni ishlar ekan, do'stlar. Uxlash ham kerak emas ekan. Orada yetmay qolsa, bu dena peni olib kirib tursa ham bo'lar ekan. Mana do'stlar, eng qiziq tomon do'stlar, shpaklyovka olib ki, loy olib ki, kompressor, kley degan narsa yo'q ekan. Hamma yo'g'ini 100% o'zlari olib kelib, siz faqat devorda mana shunaqa holatda topshirar ekansiz. Mana do'stlar, operativda ko'rsating. Mana shunaqa holatda devor topshirar ekansiz. Tiyagalarini o'zlari olib kelib, gariylarni ichib-ichib bitta svet qo'yib bersangiz, kecha-yu kunduz ishlab do'stlar, ish qilib berishar ekan. Kimda ham travitin qildirmoqchi bo'lsa, 1 kvadrat metri do'stlar 130 ming so'mdan boshlanadi. Butun O'zbekiston bo'yicha emas, asosan hozircha vodiy bo'yicha xizmat ko'rsatishar ekan. Boshqa viloyatda kelishilgan holda. Buning ichida aytganimdek material usta haqqi любой narsasi, menimcha gariylar ham ichida bo'lsa kerak do'stlar. Yana ham telefon urib surishtirib olasiz. Nima deb o'ylaysiz? Shuncha gariylar ichish yurakka zarari yo'qmikan? Raqamini pastda qoldirdim.